Assalomu alaykum. Mening ismim Luiza Askarovna. Demak, David International Schoolda zamdirektor, demak, direktor o'rinbosari lavozimida ishlayman. Bugun maktabimiz ota-onalar bilan birgalikda aynan nega David International Schoolni tanlashganligi haqida suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dinos, yaxshi keldinglarmi? Assalomu alaykum. Taklif uchun kattakon rahmat. Juda ham xursand bo'ldik. Bizga ham bu muhim. Maktab haqida otziv berish. O'g'limiz qanaqa maktabda, farzandlarimiz qanaqa maktabda o'qishi har bir ota-ona uchun o'zi muhim bo'lishi kerak. Shuning uchun bu taklifingizga uchib keldik. Kech qolmasdan, to'g'rimi? Luiza, taklif uchun rahmat, juda xursand bo'ldim. Xo'p, endi birin-ketin savollarni berishni boshlaymiz unda. Xo'p, birinchi savolimiz shunaqa bo'ladi. Nega aynan David School? Farzandinglar bizda nechinchi sinfda o'qiydi? Xo'p, maktabimiz haqida qayerdan aynan informatsiya olgansizlar? Mana kelish uchun va qaysi omillar aynan sizlarni hozirgi davrda, hozirgi paytda qoniqtiryapti? Maktabda tanlashda, ha. Eng asosiysi omildan. Xo'p, birinchi savolingizga keladigan bo'lsak, biz o'zi mana shu lokatsiya bo'yicha izlab yurdik. Bu maktabni ko'rganimizdan keyin baribir o'zidan o'sha barcha informatsiyalarni ola boshladik va yaxshi odzivlar eshitdik. Kim ochayotganligi, kim direktor, kim zam direktor hammasini bilganimizdan so'ng ota-onalarning ham fikrlarini eshitdik. Va men hozir katta o'g'lim 4-sinfda o'qiydi, kichkinam 0-sinfda o'qiydi. Lekin ikkalasidan ham juda ham mamnunmiz. O'zigisi ertalab oqlay turib, ya'ni bu maktabga o'sha David Schoolda o'qiyotganligini birinchi bizga sezilarli tomoni birinchi oylardayoq shunaqa bo'lganki, bola mustaqil bo'ldi. Shunisini bemalol ayta olaman. Bilim darajasiga keyin to'xtalamiz. Bular javob bera olasiz? Mani farzandim, ikkala farzandim ham shu David International Schoolda o'qishadi. O'g'lim Xalid 2-sinfda, qizim Maryam nolvoyga chiqadi. Bu maktab nimasi bilan jalb qilgan? Umuman olganda biz maktab aylanib qidirib yurganimizda xo'jayinim bilan biz har doim maktabga yuqori sinflarni tarbiyasi bo'yicha baho beramiz. Biz ko'pchasini maktablarni aylandik. Maktabga kiryapmiz, ataylab o'sha bolalar o'qiyotgan paytda, hovlida yurgan paytda kirardik, chunki boshlang'ich sinf bolalar tak tarbiyali bo'ladi, qo'rqadi boshida. Lekin yuqori sinfdagi bolalarni tarbiyasini ushlab qolish podrostiklarni juda ham qiyin. Ularni o'zaro bir-biri bilan munosabati va kattalarga salom berib o'tib ketyaptimi, yo'qmi? Shu narsalarga biz qattiq ahamiyat berganmiz va kimdan eshitgansiz? Nimani? Bu maktab albatta sizlardan, do'stlarimiz Sevara Soliyeva hamda Ma'mur Sultonovlardan eshitganmiz. Biz keyin yangi lokatsiyaga ko'chib keldik, ya'ni Sergeli tumaniga va bu yerdagi maktabni Sevar o'rtog'im anaqa boshqa uzoqda o'qishardi-ku shaharda. Sevar aytdiki, "Bolani qiynab nima qilasan? Bu lokatsiya muhim" dedi. Bu yerga yaqinroq meni farzandlarim o'qiyotgan maktabga olgin dedi. Birinchi bizning niyatimiz yo'q edi, chunki endi zo'rg'a o'zi boshqa maktabga ko'chirib o'rgatgan edik. Keyin aytdim, "Voy, bolalarimga yana stress bo'ladi, adaptatsiya jarayoni qanaqa o'tarkan" degan savollar juda ham ko'p qiynadi. Lekin farzandimni birinchi kuni probni kunga olib kelganimizda уже birinchi kundan eng kaprizni farzandim, ya'ni sekin adaptatsiya qiladi. Yangi joyga tushsa ham, yangi mahallaga ko'chsa ham juda og'ir o'tkazadi. O'g'lim birinchi kundan xursand bo'lib, xuddi o'zini uyida, o'zini necha yillik maktabida yurgandek yurdi. Xo'jayinim ham Xalid uyga ketasam desa, "Niye hali birpas o'ynaydi?" dedi. Bizga bu narsa juda ham qanaqadir xursand bo'lib ketdik bu holatdan. "Yo'q, bunga bittada maktab yoqdimi?" dedik-da. Shu bilan olib keldik, sinfiga уже kirib o'qishni boshlagandan keyin ko'ramiz, unga yoqyapti. Hatto bizda bu narsa bilan juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lardi. Bola depressiyaga ham tushib qolardi. Qizimni ham keyin nulyovkaga berdik. Qizim juda kaprizni, giperaktiv qiz. Bog'chalar bir-ikkita bog'chasidan ham haydalgan, bu sir emas, chunki qo'shilmayapti, baba pulinglar uvol bo'lyapti, chiqib ketyapti darslardan degan gaplarni eshitganmiz. Yo'q, bu yerda aytadi-yu, maktabdan tashqari o'qituvchida ham, ya'ni pedagogda ham gap katta. Maktab tanlama, pedagog tanla deyshadi-yu. Pedagoglar meni
farzandlarimni ko'yniga yo'l topgani uchun xursand bo'ldim. Qizim ham mana ancha og'ir bosiq bo'lib, gapga kiradigan bo'lib, tillari ham yaxshi, o'zbek tilida ham, rus tilida ham, hattoki ingliz tilida ham yaxshi ravon gapirishni boshladi. Men shuning uchun juda ham xursandman va do'stlarimizga, Ma'mur Sultonov, Sevara Soliyevaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va sizlarga albatta kattakon rahmat. Thank you very much. Ko'p gapirib yubordim, uzr. Mani o'g'lim bu maktabga birinchisi xo'jayinim Instagramdan tashladilar. Oyisi o'sha maktab ko'rchi yaxshi ekan. O'zi chastniga borardik, Chilonzorga. Bizga uzoqlik qilyotdi. Keyin ko'rdim. Birinchi o'sha Nargiz opam bilan, keyin siz bilan uchrashganimda birinchi muomalalar juda yoqqan. Men chunki ko'p chastniklarda yurganman, muomala juda qo'pol bo'lgan. Ko'p joyga borganman bolalarim uchun. O'sha birinchi o'rinda muomalalarni yaxshi ko'rdim. Nargiz opamni ham, sizni ham yaxshi ko'rib qolganman. Keyin xo'jayinim aytdilar, adasi bo'ldi shu maktabga beraman dedim. Hozir katta o'g'lim noyabr oyida Dubay xalqaro olimpiadasida angliski bo'yicha oliy o'rinni oldi. Yanvarda Qatarda bo'lib o'tgan o'sha 10-sinf Laziz o'g'lim yana olimpiada oliy o'rinni oldi. Juda xursand bo'ldim. Bu albatta maktabni yutug'i. Chunki masalan men boshqa maktabga, chastni maktabda berganimda bolalarimda o'zgarish sezganim yo'q edi. Ikkinchi o'g'lim 7-sinfda Otabek o'qiydi. U taekvondo bo'yicha Qozog'istonda ham birinchi o'rinda olib keldi, Allohga shukr. Shunaqa xursand bo'ldim. Qisqacha gapirib aytganda maktabimizga ta'riflashga til ojiz. Men juda xursandman shunaqa maktab topgandan, Sergelida ochilganidan ham xursandman. Hozir yaqinda yana bog'cha Davidjon ochilyapti. Undan ham juda xursand bo'ldim. Hammaga taklif qilaman. Chunki bu yerga ishonib bemalol ota-ona bersa bo'ladi farzandini. Chunki bu yerdagilar hammasi malakali ustozlar, pedagoglar, bog'chapalar bor deb o'ylayman. Bunga ishonaman. Hammani taklif qilib qolaman. Shunaqa. Rahmat. Xo'p, keyingi savol siz uchun ta'lim muhimmi yoki tarbiya? Sizningcha ikkalasining farqi nimada? Bugungi kunda bolaga aynan nima ko'proq yetishmayapti deb o'ylaysiz? Nima ko'proq berilishi kerak? Birinchi bu savolga onalar birinchi javob berish kerak. Mayli, men javob beraman. Boya gapim chala qoldi. Shuni chalamidi hali? Chalaydi. Shu tarbiya. Bu vaqtimiz 4 soatdan iborat bo'ladi. O'shani 3,5 soati darlarim ko'p ekan. Xullas, men aytmoqchi bo'lganim, men e'tibor bergan narsam o'sha ta'lim yoki tarbiya deyapsizlar-ku. Tarbiya ham bizani mentalitetda juda ham katta rol o'ynaydi. Hozir ko'p maktablar rus tilida, lekin o'zimizning o'zbekona milliy urf-odatlarga asoslangan maktabligidan xursandman. Men birinchi nimaga e'tibor berganman, Nargiz opani har kuni bir marta emas, deyarli har kelganimda aynan yuqori sinf bolalari bilan kontaktlari, ya'ni ular direktor, maktab direktorini ko'rib, mehr bilan quchoqlashib, ancha birga turib suhbatlashgani bu juda ham katta narsa deb hisoblayman. Chunki bunaqasi biz maktab direktori desa qanaqa qochardik, direktor desa hamma qochadi-yu. Bu yerda o'sha aytadi, baliq boshidan degan maqol bor. Bu bekorga aytilmagan. O'sha maktab direktori shunchalik bolalar bilan yaxshi, mehribon, yaxshi kontakt ustanovit qilgan, bolalar tarbiyali, qo'li ko'ksida, o'zbekchilikni esdan chiqarib yormagan yuqori sinf bolalari. Shundan men o'sha kichkinagina farzandlarimni kelajagi uchun men xotirjam bo'ldim. O'shaning uchun ta'lim ham, tarbiya ham baravar ketish kerak degan fikrdaman. Ta'limga endi gap yo'q. Ham har taraflama mana o'g'lim yangi maktabga o'tganda ko'pincha bolalarni anaqasi tushib ketadi. Nima deydi, baholari tushib ketadi, ballari. Lekin xudoga shukr eng a'lochi o'quvchi deyaptilar. Menimcha rost bo'lsa kerak. Anaqa kecha ham kitoblar o'qib beryapti, raskazlar. Misol uchun hamma bolalar ham bunaqa ravon o'qimaydi. Tutilmasdan zo'r o'qib beryapti. Albatta faxrlandim men o'g'limdan, lekin bu narsa uchun David Schoolga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Sizlarning hissinglar bu juda ham katta deb hisoblayman. Siz uchun ta'lim muhimmi yoki tarbiya? Men uchun birinchi tarbiya. Chunki tarbiyali inson xohlagan paytida o'q oladi. Menimcha o'sha birinchi tarbiya. Men o'sha maktabda bildim. Boshqa maktabga solishtirganda tarbiya birinchi o'rinda, ta'lim. Meni bolalarim o'qimasdi o'zi. Masjidga kelib o'qib, shunaqa yutuqlarga erishayotgandan juda xursandman. Rahmat. Sizningcha ikkalasining farqi nimada? Bugungi kunda bolaga aynan ko'proq nima yetishmayapti deb o'ylaysiz va nima ko'proq berilishi kerak? Ta'limmi, tarbiyami?
endi masalan ikkalasini barobar olib borsa juda yaxshi bo'lardi. Chunki tarbiya ham kerak, bilim ham kerak. Ikkalasi barobar ketsa, menimcha natijaga, yuqori natijalarga erishsa bo'ladi. Xo'sh, xuddi shunaqa savol sizga mana boshqatdan beraman. Siz uchun ta'lim muhimmi, tarbiya? Xo'p, qarang, mana bizani o'zim kasbimdan kelib chiqaman. Show biznesda ham shunaqa ijodkorlar borki, juda ham bilimli, juda ham talantli, lekin odamgarchiligi yo'q, nolga teng, tarbiyasi nolga teng. Bunaqa insonlar baribir qaysidir joylarda o'sha qoqilib qolishi, yiqilib qolishi yoki bo'lmasa o'sha jiddiy bir jamoat joylarida ularni taklif qilmasligi bu shunaqa bir odatga olib keladi, shunaqa holatga olib keladi demoqchiman. Shu sababli tarbiya meni fikrimcha farzandni bir 5-6-sinfdan keyin ko'proq tarbiyaga muhim e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Chunki yoshligida bola bilinmaydi, yana ko'proq bilimini so'raysiz, mana nima o'rganding, uni o'rganding, lekin 5-6-sinfdan boshlab уже seza boshlaysiz uni qanaqadir kimdandir nima o'rganib kelayotganligi, ko'chadagi bolalarga qo'shilib qolayotganligi, biroz o'sha bilimga emas, ko'chani yaxshi ko'rayotganligini o'g'il farzand bo'lgani uchun shundan kelib chiqib gapiryapman. O'sha paytda har bir ota-ona уже butun vujudi bilan tarbiyaga fokus qaratish kerak deb o'ylayman. Ikkalasi ham o'zi bitta nimada kerakli narsa, ham bilim ham o'rganish kerak, ham tarbiyaga ham e'tibor berish kerak. Lekin o'sha ota-onalarga meni o'zimni hayotimdan, tajribamdan kelib chiqqan holatda 5-6-sinfdan ko'proq tarbiyaga ham ahamiyatli bo'lish kerak demoqchiman. Подростковый период. Farzandingizdagi o'zgarishlar. Farzandingiz David School'da kelgandan keyin qanday o'zgarishlarni sezdingiz? Ko'p pul so'rayapti. Men уже aytdim, menimcha bolalarim o'zgarganini. Men aytdim, siz aytinglar. Ko'p pul so'rayapti. Mana bola soat 5gacha, 5:30gacha maktabda bo'ladi-yu, baribir usulini o'qitasizlar, to'g'rimi? Biz ota-onalar nazarimizda, voy, bolam charchab qolyaptimi? Ishqilib qiynalib qolmayaptimi? Uyga kelgandan keyin sal baribir rahmimiz kelgandek bo'ladi. Bu qanchalik to'g'ri? Lekin chet el boshqa xalqaro standart bo'yicha naborot bolani ayamasdan o'qitish kerak deydigan gaplarni eshitamiz-da. O'sha gap kelishadi, bolalar maktabdan rahmimizni keltirishadi. Ovqat so'rasa lekin bu to'g'rimi? Ularda energiya ko'p. Biz shunaqa deb o'ylaymiz, lekin ularda energiya sizlarniki bilan menikidan ancha ko'p-da. Demak, ular o'zi yolg'ondan ota-onaga erkalib turadi, demak, to'g'ri? Endi qarang, bola 9 soat u xohlasak xohlamasak biz bilamiz. 9-10 soat davomida men sizlarni ko'rmaydi. Xohlasak xohlamasak, u baribir sizlardan kerakli bo'lgan mana 1-2 soat deylik, 1-2 soat erkalansin, dam olsin. Undan keyin baribir ozgina shug'ullanish kerak o'sha gap. Shunaqa o'qitish kerak. O'sha gap asosan o'sha ingliz tilini xohlasak xohlamasak baribir 10 ta 15 ta so'z baribir yodlash kerak. Kuniga. Da, kuniga. Masalan, siz o'zingizga ham plyus. Qaysidir ma'lumotda, конечно, billa o'tirib, конечно, billa o'tirib, baribir masalan qaytarsangiz ham bolada xohlasangiz xohlamasangiz ham mas'uliyat bo'ladi, ham mehr his qiladi. To'g'ri. To'g'risi, masalan, kitob o'qiganda ham xuddi shunaqa. Qani nima kitob o'qiyapsiz? Billa siz qarab, mayli 15 minut bu katta anaqa emas-da, vaqt emas, katta anaqa emas. O'tirib ozgina qani nima kitob o'qiding yoki bugun maktabda nimalar bo'ldi? O'sha sizga gapirib berish, o'sha narsani perskaz qilish ham asli bitta marketing. O'sha sinfdoshlaring orasida chiqib, she'r yodlab berish yoki chitseniyada o'qigan narsani aytish ham bu xohlasak, xohlamasak, har qanaqa biznesda ham, har qanaqa yo'nalishda marketing kerak. Juda iloji yo'q. Bu ham o'sha fikrini ravon, chiroyli qilib aytib berish, odamlarning oldida masalan o'zini mana shu fikrini aytib berish, bu ham bitta talant aslida. Lekin shu narsani o'sha asosan bu yerda eshitganlikda eshitilish kerak. Bola hozirgi bizning asosiy muammolardan bittasi bola eshitilmaydi. Ayniqsa ota-onani vnimaniyasiga muhtoj hozirgi bolalar, chunki biz hammamiz ish, tashvishlar bilan ovoramiz. Sen hech bo'lmasa gapirmagin, hech bo'lmasa sen gapirmay turgin degan bu yomon narsa. To'g'ri. Lekin hozirgi bolalar uni ko'tara olmaydi baribir. Shunaqa, bola eshitilishi kerak, bolani eshitishimiz kerak qaysidir ma'noda. To'g'risi, o'sha gap 9-10 soat biz bilan bo'lgandan keyin, lekin masalan biz eshitamiz. Nargiz ham erinmasdan, direktorimiz erinmasdan eshitadilar. Chaqiradilar, bu yoqqa qaysinda nima muammo? Lekin baribir ota-onani o'rnini bosa olmaydi-da. Biz hozir vijdonni qiynadingiz lekin. Bugundan boshlab eshitishni boshlaymiz. Lekin men hech bo'lmasa, bular eshitadilar, men bilaman. Bular bilan qator bo'ldik. Men bolalarimga 15 minut vaqt ajratib, nimani xohlashini, chunki ular charchaydi-ku. Hozir ikkalasi ham sportda, ikkalasi ham 9da kirib keladi uyga. O'sha paytda so'rayman. Charchab qolmadingmi yo oyijon bugun bunaqa bo'ldi, maza qildik. Har kuni shu ahvolda telefonda o'tirishga xudoga shukr vaqt yo'q. Katta o'g'lim ham sportga 9da keladi, mamlaktdan chiqib, u taekvondoga ketadi, ish qilib
xudoga shukur anaqamiz ham yo'q hozir vaqtimiz ham yo'q telefonda ko'p o'tiradi stressda aslida mana bola kun davomida xohlasa xohlamasa u bilim o'rganadi baribir u qaysidir ma'noda masalan o'zimiz qilsak yo onamiz bilan yo o'rtoqlarimiz bilan gaplashib stressimiz chiqadi-ku ularda ham xuddi shunaqa anti stress sizga o'sha bor emotsiyalarini kun davomida masalan nimalar bo'lganini sizga gapiryaptimi siz eshitishingiz kerak bir marta aytadi eshitmaydi ikki marta eshitmaydi u eng mana sizlarniki hali yoshda уже 6-7 dan keyin sizga yetmay qo'yadi u уже o'ziga boshqa joydan sirdosh oladi. o'zi eng yaxshi do'st aslida ota-ona bor sirini sizga kelib aytyaptim boshida voy yo'q shunaqa bo'libdi siz emotsiya bilan xursand bo'lib eshitsangiz уже boshqa chunki o'sha gap 6-7 sinfdan keyin bola o'ziga boshqa joydan eshituvchi qidiradi agar uyda eshituvchini topmadimi u demak ko'chadan demak mani onam eshitmaydi mani adam eshitmaydi baribir vaqtlari yo'q gapirganim bilan hech qanaqa foyda yo'q mani eshitishmayapti degan narsa bo'ladi o'shaning uchun kamida 15 minut ajratish kerak sultonbek chaqiring ozgina gaplashib olaylik farzandingizni maktabga xotirjam yubora olasizmi o'qituvchilar bilan aloqa qanchalik qulay maktabga man aytavering man o'zi judayam xavotir oladigan onaman baribir bilmayman endi bo'ladi-yu hammada har xil man judayam qattiq xavotir olaman maktabni qanchalik bolamizga безопасности ta'minlanganligi menga judayam важный misol uchun yo'l yuzida joylashgan bo'lsa ham hamma yog'i o'ralgan har doim охрана kameralar borligi mani xotirjam borib o'zlarim ishlarimni qilishga yordam beradi undan tashqari o'qituvchilar har doim biz bilan aloqada nima savollar bersa xavotir olib nimadir so'rasam ham xavotir olmang deb bosiqlik bilan spokойно tushuntirishadi tinchlantirib misol uchun qanaqadir kichkina muammochalar bo'lsa ham birgalikda anaqa o'qituvchilar bilan hal qilamiz shu taraflama menga juda ham yoqadi bu maktab ishonasiz demak ishonaman 100% ishonaman sizchi ishonasizmi ishonaman albatta mana ochilganda o'sha 2 yildan beri kelayotgan bo'lsak bemalol jo'nata olaman chunki охраналар bor o'qituvchilarga ham juda ishonaman bilim berishiga ham qarashiga ham aloqamiz qanaqa bu siz bilan masalan qanaqa savollar bo'lsa bemalol aloqaga chiqib bemalol so'ralayman farzandlarimni so'ralayman o'qishi bilimi haqida agar salgina tartibsizlik qilsa sразу menga chiqishadi bolam bilan o'zim ham uyda shug'ullanaman 24/7 aloqadamiz to'g'ri 11 soat kechqurun bo'lsa ham telefon qilaman o'zi ko'tarasiz to'g'ri har doim aloqadasiz lekin qoyil har doim ko'tarib javob beradilar baraka toping rahmat sizga sizchi siz ishonasizmi xo'sh mana bolamiz bir 2 soatga kech qolgan paytda ham o'qituvchilar yozib xavotir olishi bu juda ham bir tahsinga sazovor odamga приятно ota-onalarga voy mehr bu ham e'tiborda o'z-o'zidan kelib chiqadiki farzandimizni bemalol o'sha ishonib topshirayotganimiz bilinadi mana ota-onalar majlislariga ham kam kelamiz barcha o'qituvchilar hamma o'qituvchilarni deyarli taniymiz boya bularni ham gaplariga qo'shilaman juda ham muomala zo'r sizda ham Nariz opamda ham o'qituvchilarda ham shuning uchun biz farzandlarimizni bemalol ishonib topshiramiz bilim jihatdan ham tarbiya jihatdan ham xuddi o'zimizni qarindoshlarni maktabida o'qiyotgandek shunaqa aniq berasizlar sizlar Nariz opam bilan akalar xuddi o'zimizni opamiz xolalarimiz tanigandek 100 yildan beri tanigandek надежность berasizlar bilmadim ko'z tegmasin to'g'ri endi kelajak haqida gaplashamiz ho'p farzandingiz kelajagini qanday tasavvur qilasiz David School bu yo'lda qanday yordam bermoqda deb o'ylaysiz? Men boshlab beraman, keyin bular davom ettirsinlar, chunki bularning farzandlari yuqori sinfda o'qiydi va olimpiadalarda chet ellarga borib, o'sha yerda международный olimpiadalarda qatnashishini biz ko'ramiz Sultonbekni. Juda ham havasimiz keladi. Bularga qarab, demak, meni farzandim ham dunyo ko'radi, dunyo qarashi o'zgaradi. Ba'zi bilasizlar, sayohatga yoki chet elga chiqqan insonni dunyo qarashi ancha keng, fikrlari ham ancha boshqacha o'zini tutishi, hayotda o'zini kreativniy yondashishi o'rgatadi-da. O'sha qobig'idan chiqadi, erkin o'zini fikrini ayta oladigan bo'ladi, ko'p narsa o'rganadi. Xudo xolisa endi bizning ham farzandimizni endi men bularning farzandini ko'raman, bemalol borib kelyapti, havas qilib biz ham Xalidni, Maryamni jo'natishga qaror qilib o'tiribmiz hozir. Xudo xolis. Farzandlarimiz Sultonbek faqat bordi, mana olimpiadaga 2 marta borib keldi. Qozog'iston va Dubayga borib keldi. Bizga birinchi o'rinda to'g'risi o'sha olimpiadaga qatnashayotgani muhim edi.
birinchi marta borayotgan paytda qarang, bu ham o'sishdi bir. Keyingisida уже anaqa yaxshi o'rin olishini ham xohlab qoldik, o'ziga motivatsiya berdik. Davay bolam podgotовка qilgin, yaxshi o'rin olib kelishing kerak deb. Lekin o'sha ikkinchi marta borib kelganda bilindi, o'sha tajribali, ya'ni xuddi har doim chet elga chiqib kelgan bolalarga o'xshaydi, gapirishlari ham, o'zini tutishi aeroportda o'zgargan, ha. Til bo'yicha ham o'sha angliskiy, o'sha o'tga borgandan keyin turistlar bilan gaplashishi, praktika bo'ldi. Kelajakda endi to'g'risi bu sizlarga ham bir qanaqadir biz tomonidan iltimosmi, endi to'g'ri hali yosh, lekin bizaniki o'sha 5-sinfga o'tadigan, xudo xohlasa 4-sinf bo'lsa, hozirdan fikrlari baribir tarqoqroq bo'lammi, o'sha bu kasb tanlasammi deydi. Biz endi baribir Alloh aytgani bo'ladi albatta, lekin baribir maktab bu birinchi o'rinda o'sha yo'naltiradaganda, o'sha sizlarni tarbiyalani, biliminglarni nimasidan kelib chiqib, bola baribir nima qiladi, bitta yo'lni tanlaydi. Lekin biz ishonamiz David Schoolga, xudo xolasa farzandlarimizni kelajagi porloq deb o'ylayman inshaalloh. Xudo xolasa. Mana shu Laziz 2 marta undan oldin ham endi Dubayga chiqqan, shu olimpiada, xalqaro olimpiadaga borganda Oyjon, siz meni duo qiling. Men xudo xolasa maktabdan olgan bilimlarimni o'sha yerda ko'rsataman. Hali siz kutgan natijani olib beraman dedi. Keyin adasi ikkalamiz maslahatlash mayli. Noyabr oyida o'sha Dubayda bo'lib o'tgan olimpiada oliy o'rinda olganda to'g'risi juda yig'ladim. O'zi bolam bu yerga kelganda angliskiy elementary edi. Yaqinda o'shanaqadan bituv oldi. Nargiz opamga ham telefon qildim. Shunaqa xursand bo'ldim, to'g'risi. Oyjon dedi, o'sha bituvni olib kelganda uyga kirdi, omonman. Mayli bolam, xudo xolasa yana o'qisang harakat qilasan desam, Oyjon meni tabriklang deb sertifikat qo'limga bersa yig'lavordim. Chunki bu hamma onada orzusi. Chunki kutmagandim-da bolamni. Bu meni xursand qilgan bu maktabni anaqasida, meni ham yutug'im maktabga, chunki o'sha yerda ustozlar masalan motivatsiya beradi bolalarga. Mamnaqa bo'ladi. Bola o'shani olgandan keyin o'shani chiqara oladi. Maktabda olgan bilimlarini o'sha yerda ham oldi, keyin o'zim so'radim. O'g'lim, sen qaysi yo'nalish bo'yicha ketasan? Xudo xolasa, mana Allohimdan so'rayman, Oyjon, men biznes yo'lini tanladim. Bo'ldi o'g'lim. Yaqinda xudo xolasa, aprel oyida Parijda bo'lib o'tadigan xalqaro olimpiadaga ham jo'natmoqchiman. Xudo xolasa. Endi bu safar men matematikadan dedik. Matematika bo'lganda siz, ha, Allohga shukr. Yo'q demayman, bor. Allohga shukr. O'shanga Nargiz opam ham aytdilar, taklif bildirdilar. Dilnoz, to'xtang, mana shu angliskidan bo'ldi, matematikadan qilaylik deyaptilar. O'g'lim harakat qilasam, Oyjon, xudo xolasa harakat qilaman, olib beraman dedi. Hozir endi matematikadan tayyorlanyapti. Barakalloh. Chunki direktorimiz zo'r motivatsiya berganlar-da, o'zlarining sirlari bor ular. Berdilar. O'shanga xursand bo'ldim. Endi xudo xolasa Parijda natija kutamiz, xudo xolasa. Xudo xohlasa. Молодец. Уже aytamanki olimpiadaga chiqib kelgan bolani umuman dunyoqarashi boshqa. Ular o'tira olmaydi, qayerga boramiz, qaysi olimpiadaga boramiz. Bolalarga zo'r motivatsiya bo'lyapti. O'qib bilim orqali dunyo ko'rishni o'rgan, dunyo ko'ryapti bolalar. Zo'rda bu narsa. Yana ham qiziqib ketadi. Bola tushunar ekanda. Biz o'zi nima uchun bilim olamiz degan savol bo'ladi barcha bolalarga. To'g'ri. Olimpiadaga borgandan keyin, men bu o'rgangan narsamni bu yoqqa ishlatar ekanman degan tushuncha paydo bo'lyapti bolalarda. Shuning uchun tez olimpiada tashkillashtirib turinglar, xudo xolasa. Kelgandan keyin ham shuni temasi ko'tariladi. Baribir masalan, mana yuqorisidan qanaqa savollar tushdi, masalan, mana Laziz deylik, qayerdan nima savollar tushdi, nimalarga javob bering. Masalan, oxirgisi mana shu Qatarda bo'lganda, masalan, o'sha chet eldan, aynan speaking, o'sha Britaniyadan kelgan ustozlar speaking oldi. O'zi ham chiqdi Laziz, men mamda xato qildim. Men deyotgan paytimda men bunaqa deyishim kerak. Mana shunda men fikrimni ayta olmadim. Mana shunaqa deganimda, ozgina hayajon bo'ldi dedi. Lekin gaplashdi. Praktika. Endi ular baribir aytmanki, u aynan olimpiadani his qilgan bolani dunyoqarash umuman o'zgaradi. Mana shu yerga kerak bo'lsa 10 ming so'm ham oladi, shunchaga solib qo'yadi. Hancha men uni olimpiadada chet elda ishlataman. O'zini pullarini finansiy boshqarishni o'rganadi. Hozirdan pulni boshqarishni hozirdan. Hammasini kerak bo'lsa maktabda ko'p bolalarning o'zini seyflari bor, seyflarga pullarni solib yurishadi. O'rganishgan shu narsaga. Olganda David School maktab o'quvchilariga o'zimni havasim keladi. Biz ham paytda chet el desa u orzu, сказка deb o'ylardik-da. To что maktabdan borish, даже ota-onalarimiz olib borishi orzu edi-da. Bu yerda ham ingliz tili zo'r o'rgatiladi. 5 mahal ovqat, 3 mahal ovqat, misol uchun hamma narsa o'zini yo'nalishiga qarab, bolani qiziqishiga qarab yuqori sinflagan 3 ta yo'nalish bor. Bu просто bizning orzuyimizdagi maktabda. To'g'ri. Yes, it is.
Of course. Of course. Very nice. Yaxshi bilmaymiz ishlamani. Davom etamizmi? Xo'p. Maslahat. Agar boshqa ota-onaga maktabni maslahat berish imkoningiz bo'lsa, nima derdingiz? Nega aynan David School'ga maslahat berardingiz? O'qigan. Man yo'q, to'g'ri, bolam o'qiyapti, hozir men o'qiyman. Yo'q, o'sha aytaman-da, siz bolangiz ko'proq. Men endi to'g'risi tanishlarimga ko'p qilaman. Tanishlarim ham Chilonzorda u tarafda turishadi. Yaqinda endi men bu Sergelida ko'chib kelgan bitta tanishlarim bor. O'sha maktab topib qo'ydi. Birinchi men bu maktab maslahat berganman. Nimaga? O'sha birinchi tarbiya, bilim baravar olib borilishida men qo'rqmasdan tavsiya bera olaman. Men qo'shnilarimga ham, yaqinlarimga ham, o'zimni taniganlarimga ham, chunki men o'zimni bolalarimda ko'ryapman-ku yutug'i. O'sha bola harakat qilyapti, ustozlar motivatsiya beryapti, o'sha bola yuksaliryapti. O'qiyapti. Chunki bu yerda o'qimagan bolani ko'rganim yo'q. Luiza, hamma bola o'qiyapti. Chunki bilimga yo'q ana qilishganda, bu yerda masalan aytyapsiz-ku, mana Nargiz opam bilan ham quchoqlashib ko'rishadi. Siz bilan ham bolalarimiz ham o'zi Qatarda ham borganimda ko'rdim-da, sizni juda hurmat qilishadi. Bitta gapiryapti-lar, Luiza, anaqa Luiza jim eshityapti bolalar. Boshqa bola bo'lganda, nima anaqa qil, yo'q, unaqa emas bolalar. Birinchi o'sha tarbiyasiga men hamma bolani nechta bola? 9 ta, 11 ta bola bor. 11 ta bola bilan ketding. 11 ta bola bilan ketsa, bitta gapiryapti, hammasi jim, xo'p bo'ladi, bitta javob beryapti. Men boshqa maktablarda nima deyveradi ustoz? Eshitsa, bir so'zini eshitib qolasiz, bir tinglam. Yo'q, Luiza gapirgan chizig'idan, aytgan narsasidan chiqmayapti bolalar. Davay, mana buni qilasizlar, formalarni kiyib olinglar. Hamma. Chunki bu yerda tartibda, bilim ham, tartib ham baravar olib borilyapti. Men maslahat bera olaman, qo'rqmasdan. Motivatsiya bir-birini orasida endi baribir o'sha gap, masalan, Nargiz opam o'zlari tarafidan, direktorimiz tarafidan prям qo'yiladi shart. San masalan mart oyida san sifr topshirib berasan. Bo'ldi, boshqa bu eshitilmaydi. Men tayyor emasman. Yo'q, menga qiziqmasdan topshirasan. Bo'ldi, biz transportga ota-onalarga aloqaga chiqamiz, mana shunaqa yo'q, bo'ldi, topshirishadi. O'sha gap, ana uchta do'sting boy bo'lsa, to'rtinchisi san bo'lasan, xohlasang, xohlamasang, sinfdoshlarda rezultat bor. Men qilmasligim kerak degan narsa bo'ladi. Bolada bor harakat, bir-biridan o'tish bo'lgan sog'lom raqobat, oq raqobat deydi. Men misol uchun Sergeli va Yangi Hayot tumanidagi ota-onalar ikkilanib turgan bo'lsa, misol uchun qayerdadir уже частный maktabda o'qiyotgan bo'lsa farzandinglar, lekin farzandinglar uchun yana ham yaxshiroq bo'lsin, kelajagi uchun investitsiya bo'lsin deb boshqa maktabga o'tkazishdan qo'rqib turgan ota-onalar bemalol qo'rqmasdan bu yoqqa o'tkazsanglar bo'ladi. Men ikkita частный shkoladan o'tkazganman, bolamni qo'rqqanman, adaptatsiya qanaqa bo'larkin deb. Yo'q, bu yoqda o'zligi eplab olishadi farzandinglarni, ham psixologik tomondan, ham bilim taraflama bemalol tortib ketadi va men aytardim, bitta shu inostrannец anaqa o'qituvchilar yo'q ekan-a derdim siz boshida kelganimda. Yo'q, hozir shunaqa ham o'qituvchilar bor, chetdan kelgan. Bu degani bolada ingliz tilida yana ham praktikasi zo'r bo'ladi. Undan tashqari olimpiadalarga yuborsanglar ham, unda men angliskiy bizga важный, hamma sferada kerak bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hech ham ikkilanib o'tirmanglar. Boshqa maktabdanmi yo endi maktab qidirib yurgan ota-onalar o'ylab o'tirmasdan David International School'ga olib kelinglar. To'ppa-to'g'ri. Bu oxirgi savolmi? Unaqada hurmatli ota-onalar, aynan shu Sergelida yashayotganlar, bemalol qo'rqmasdan farzandinglarni olib kelsanglar bo'ladi. Chunki bu yerda yuqorida hammasi aytib o'tilindi, ishonch bo'yicha, bilim bo'yicha ham, tarbiya bo'yicha ham hammasi a'lo darajada. Baribir o'sha ota-ona testoviy rejimda nima qilib ko'radi-yu, maslahatim shu. Kelinglar, bolanglarni beringlar, bir kundan keyin rezultatni sразу ko'rasizlar. Bizda ham shu holat bo'lgan, bu yerda hammada shu holat bo'lgan. Bu yerni menga nimasi yoqadi? Osmondagi oyni bir nima qilish va'da berishmaydi, lekin amalda hammasini o'zingiz ko'rib borasiz. Natija beradi hammasi. Natija. To'g'ri, katta gapirishlar, unaqalar hech qachon bo'lmagan sizlar tomonidan, lekin rezultatlarni katta qilib beryapsizlar. Rahmat. Rahmat. Xursandmiz. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugungi suhbat etganingizga xayrli bo'lsin. Sizlarni ko'rganimizdan xursand bo'ldik. Rahmat. Rahmat taklif uchun. Rahmat.